Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun qisqa video bo'ladi, chunki mavzuning o'zi qisqa, lekin juda ham muhim. Ko'pchilik so'raydigan savol. Misol uchun men xonagullarimni mana shu unumdor universal tuproqqa ekdim. Tabiiyki bu tuproqni keyingi yil men yengillashim, almashtirishim kerak. Shunda men eski tuproqni tashlab yuborishim kerakmi yoki buni qayta ishlatsam bo'ladimi? Oldingi videoda biz mana shu aglonemani tuprog'ini almashtirganmiz. Mana chiqqan eski tuprog'i ko'rib turibsizlar, ancha ko'p. Endi men bu tuproqni tashlab yuborishim kerakmi yoki qayta xonagullarimga ishlatsam bo'ladimi? Shu savolga qisqacha javob beraman. Juda ham muhim mavzu. Bu tuproqni sizlar albatta ishlatsanglar bo'ladi, qayta ishlatsanglar bo'ladi. O'zi bu tuproq boshidan unumdor, yaxshi bo'lgan bo'lsa, shu 1 yil davomida, ishlatish davomida zararlanmagan bo'lsa, zararkunanda hasharotlar tushmagan bo'lsa, bu tuproqni yana qayta bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqat to'g'ri ishlatishinglar kerak. Hozir tushuntiraman. Do'stlar, kim kanalimizga mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham albatta obuna bo'linglar. Aytganimdek, bu tuproq o'zi boshidan yaxshi unumdor bo'lgan bo'lsa, shu ishlatish davomida ildizda chirish kasalliklari bo'lmagan bo'lsa, zamburug'lik kasalliklari bo'lmagan bo'lsa, bu tuproqda hasharotlar bo'lmagan bo'lsa, bu tuproqni qayta bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Albatta o'zini ishlatmaysizlar, chunki bu tuproqni joni qolmagan, kuchi qolmagan. Bu tuproqni yangi yaxshi tuproqga qo'shib ishlatasizlar. Kamida 10 ga 1 qo'shishinglar kerak. Misol uchun yangi tuproqdan 10 ta kosa qo'shsanglar bitta tog'orachaga, bu tuproqdan bitta kosa qo'shasizlar, aralashtirasizlar va xonagullaringizga ishlatasizlar. Bu albatta tejash maqsadida qilinadi. Buni hech qanaqa zarari yo'q, qayta bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqat albatta ishlatishdan oldin bu tuproqni biz quyoshga yoyib quritishimiz kerak va ichidagi shu musorlarni, mana shu ildizlarni, cho'plarni terib tashlashimiz kerak. Iloji bo'lsa yirikroq bir elakda elaveringlar, shunda zo'r bo'ladi. Va do'stlar, aytganimdek eng asosiysi 10 ga 1 qo'shib ishlatinglar. 1 ga 1 ham bo'lmaydi, 5 ga 1 ham bo'lmaydi. 10, 15 ga 20 ga 1 qilsanglar bu tuproq bilinmaydi va bu tuproqdan hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Do'stlar, agar eski tuproqning ko'rinishi yaxshi bo'lsa, mana shunaqa yengil, chiroyli tuproq bo'lsa, lekin bu tuproq zararlangan bo'lsa, misol uchun ichida ildiz chirigan bo'lsa, zamburug'lik kasalliklar bo'lgan bo'lsa yoki hasharotlar bo'lgan bo'lsa, bu tuproqni ham qayta ishlatsa bo'ladi. Lekin ishlatishdan oldin yaxshilab qizitish kerak. Shu duxovkaga solib yoki qozonga solib, skоворodkaga solib yaxshilab qizitasizlar. Qizitish davomida buni ichidagi o'sha bakteriyalar, zamburug'lar, hasharotlar lichinkasi hammasi o'ladi. Keyin buni bemalol qayta ishlatsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa 10 ga 1 qilib keyin ishlatasizlar. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun mana biz tuproqni almashtirdik. 1 oydan keyin buni ildizi chirib qoldi yoki hasharotlar paydo bo'ldi. Bu tuproqni tashlab yuborish uvol. Shunda biz albatta bu tuproqni olamiz, shu duxovkaga solib qizitamiz yoki qozonga solib qizitamiz. Keyin sovutib 10 ga 1 qilib bu tuproqni ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Do'stlar, endi men hozir hammasini batafsil gapiradigan bo'lsam, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. O'sha skоворodkada ham, qozonda ham ishlatish o'zini tartibi bor. Ertaga xudo xolisa men Telegram kanalimda shu hammasini gapirib beraman. Qanaqa qilib duxovkada, qanaqa qilib qozonda, qanaqa qilib skоворodkada.